Zulm. Zulmning so'z ma'nosi nohaq ish qilish, uvol qilish va haddidan eshish deganlik bo'lib, adolatning ziddidir. Islom atalg'usida birovning haqqini dafsanda qilish, uni bo'zaq qilish, ziyonga uchratish, haqqini yeb olish, uningga yomonlik qilish va buningga aloqador nurg'unlagan qilmishlarning hammasini o'z ichiga oladi. Qisqasi, qilishga tegishli ishni joyida qilmaslik va uni boshqacha qilish zulmdir. Ammo zulm so'zini ba'zi mas'ullarning qo'l ostidagilariga va hukumatlarning xalqqa zulm qilishi degan ma'noda tushunib olish cho'ng xatolikdir. Chunki zulmning turlari intayin ko'p bo'lib, hayotlikning hamma sohalarida va insonlarning ko'pinchisida degudek ko'rilib turdi. Zulmning turlari. Zulmning eng cho'ngi Alloh taolaga shirik keltirishdir. Chunki maxluqotni Alloh taolaga tang qilib olish eng cho'ng nohaqchilik va Alloh taolaning haqqiga qilingan qabih qilmishdir. Shunga Qur'on Karimda Alloh taolaga shirik keltirish zulm deb ta'riflangan. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Yani öz vaqtida Luqman o'g'liga nasihat qilib, "Ey o'g'lim, Allohga shirik keltirmagin. Chunki shirik keltirish haqiqatan cho'ng zulm, ya'ni og'ir gunohdir" degan edi. Zulmning turlari. Buningdan boshqa insonning ziyonli ishlarni qilib, o'ziga o'zi uvol qilishi, ota-onalarning bolalarini tarbiyalash ishlarida o'zlarining majburiyatlarini ado qilmasligi, bolalarning ota-onasini qaqshitishi, qo'shnilarga azor berish va ularning haqqini ado qilmaslik, kishilarning bir-biriga yo'lsizlik qilishi, tuqqandorchilikni davomlashtirmaslik, yordamga muhtoj tuqqanlarni tashlab etish, muallimlarning o'quvchilarni yaxshi o'qitmay, ularning umrini zoyi qilib etishi, yoki ularning imtihonda ko'chirib topshirishiga ko'z yumishi, yoki o'quvchilar orasida adolatlik ish ko'rmasligi, ba'zi kishilarning hayvonlarga ko'tarolmaydigan og'ir yuklarni ortishi, ularni yaxshi boqmay, och yoki suvsiz qo'yishi, urib qiynishi, ba'zi kishilarning tarozida kam tortib berishi qatorli qilmishlarning hammasi zulm qilganlikdir. Zulm qilish qat'iy haromdir. Alloh taolo zulmning hamma turini cheklagan bo'lib, zulm qilguvchilar cho'qim jazosini tortadi. Alloh taolo Qur'on Karimda butun insoniyatga qaratib, وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. Yani sizlardan kimki zulm qiladi ekan, uningga biz cho'ng azobimizni tetitimiz degan. Yana payg'ambar alayhissalomga xitob qilib, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Yani zalimlarning qilmishlaridan Allohni bexabar deb o'ylamag'in. Alloh ularning jazosini qo'rqinchdan ko'zlar chakchib qoladigan qiyomat kunigacha kechiktirdi degan. Payg'ambar alayhissalom zulm qilishdan saqlaninglar, chunki zulm qiyomat kunida zulmatlarga aylanadi degan. Ulamolar bu yerda zulmatlar degan so'zni zulm qilguvchining yo'lini to'sadigan qorong'uliklar yoki uning beshiga keladigan zo'r qiyinchiliklar deb sharhlagan.